Dostlar, assalomu alaykum. Amirobod avtosavdoda jillisidan Matiz qo'yib beramiz sizlarga. Mazda mashin 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Narda Grey Svet'deyni. Bir dana bu. Hech yerda yo'q bu Svet'dan. Mashinning o'zi arzon bo'lgan bilan hammani ko'zine tashlanib yurayman desangiz, shu Matizni olasiz sayni. 2009 metan gazı bor, mexanika korobka, LED lampochkalar, yumshoq balonlar pakkisinden yana. Chexol, polik, hemen narsani tuzayib taxlab qo'yibmiz do'stlar. Yana. Tablolar ham ishlangan, endi boshqacha bo'lib yonadi o'rnatib. Hadoylari, motorlari mix bo'lib turibdi. Chot yuradi mashinamiz. Haydab yurib olaverasiz. Avvalgi rangi metalik edi mashinamiz. O'zimiz klientlar uchun bir qiziqishlar, shu rangga bo'yab chiqdik edi. 100% kontaktli mashinamiz. Hamma yeri ajoyib. Lyuks konditsioner, ishlab turibdi konditsionerlar do'stlar. Tonirovka ruxsati yo'q, o'zingiz qo'shtirib olaverasiz. Bahosini kelsak 45 million aytib, biz ustunda kelishib beramiz. 20-22 million bilan avtokredit olasiz, 2 yilga 1 million 600 dan to'laysiz do'stlar. Gelaverasizlar qo'ydik Matizimizni.